Assalomu alaykum akalarim. Bugun sizlarga Farg'ona shahar 5 bo'ladi. Uglovoy joyda, zo'r joydan 4,5 sotik shunday joy topib qo'ydim. Bemalol kelsanglar, xudo xolasa narxini kelishgan holatda kelishtirib, chiroyli qilib olib beramiz. Maza qilib yashaydilar. 2 etaj qilib moslab qo'ygan ekan. Endi sharoit shuni qo'yib qolib sotuvga kelib qolibdi, sotish kerak ekan shuni. Va men pullari notariusda pul sanaladi, kadastr hujjatlari hamma yoq tayyor ekan. Kelasizlar, bemalol hujjatlarni tekshirib, kadastrga kelib, endi notariusda pul sanaverasizlar kelar. Mana ko'rib turgan joyinglar podvallari bilan qilib qo'yilgan ekan, endi mehnatdoma qilishgan ekan. Endi akalar tomonidan aytilayotgan tomonidan podvallariga ham armaturalarni yaxshilarini ishlatganman deyapti. Podval ekan, polni oxirigacha. 3 xona, 4 xona uy, hammom, tualet. Hamma narsani qilib tayyor qilib qo'yganman. Faqat endi shuni nima qilsak bo'ldi deyishyapti. Mana ko'rib turgan lestnitsalari bilan baland qilib qo'yishgan ekan. Bu bitta xonasi mana uzun zal qilgan. Shu ko'rib turganinglardek. Bu yoq ham mana xudo xolasa podvallari bilan. Mana shuni tayi ham podval ekan. Mana shu yurgan tomonimiz polni tayi podval ekan oxirigacha. Bu yerga podval qoldirishmagan. Bu bitta xonasi. Bu yana bitta xonasi. Bunda ham podval yo'q. Bunisi ham katta bitta spalnya qilsa bo'ladigan. 2 etajga moslab qo'ygan ekan. Armaturalarni ham yaxshisidan zo'ridan qo'ygan ekan. Yonidagi sxem nimasi bor ekan, chizmalari bor ekan, hamma narsasi bor. Kelishib qolsak, xudo xolasa chizmalarni beraman deyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi aka 55 ming narx so'rashyapti, uni ozgina kami bor deyishyapti. Kelib, xudo xolasa uyni ko'rganda ustida gaplashaverasizlar. 4,5 sotik Uglovoy joyda, zo'r joyda, eng gilamlisi. Hali o'rtada issiqda qolib ketmaysiz. Uglovoy joyda maza qilib aka olib, maza qilib yashang aka, qurib olib. Murojaat qilaverasizlar, telefon nomerlarini qoldirib qo'yaman. Narxini 55 ming egalar tomonidan qo'yilyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar, xudo xolasa kelishlarini aytgan, summaga hech kim ishlama sotmagan. Narxini o'tib berishadi обязательно. Aka, bosavering gazini bo'lmasa. Olinglar, olsanglar xursand bo'lamiz.